Assalamu alaykum hörmətli televizor görgüçülər. Görüb atqanlar Erkin Asiya Radiosu Toğrı televiziyasının haftalik xəbərlər proqramısı. Məzkur proqramımızda muş bir həftə jarayonida radiomuzda berilgan Uyg'urlarga münasibətlik bir qism mühim xəbərlərimizni əsiltib ötməkçimiz. Mən Erkin. Mən Gülçehra. Xitayning Dövlət bayramı günü dünyanın hər qaysı joylaridagi Uyg'urlar o'zi turishlik shaharlardagi Xitoy elchixonalari oldida namoyish qilib, Xitoy hukumatiga qarshilik bildirdi. Bu xildagi namoyishlar Yevropa allarining hammasida degidek elib berilgandan boshqa Amerika, Turkiya, Avstraliya, Yaponiya qatorliq davlatlarda o'tkazildi. Amerikadagi namoyishchilar vatanimiz ozod bo'lmaguncha Xitoyning davlat bayrami biz uchun motam kuni deyishib, orzusini ifodalashdi. Gollandiyadagi namoyishchilar dunyo jamoatchiligini Xitoyning Uyg'ur elida yurgizayotgan besim siyosatiga diqqat qilishga chaqirdi. 1-oktyabr Germaniyada chaqirilgan Uyg'urlar haqidagi xalqarалық muhokama yig'inida Xitoy kishilik huquqni hurmat qilishga va demokratik o'zgarish yasashga chaqirildi. Bu haqdagi so'zlarni Xitoydagi yangi rahbarlik o'zgarishi va uning Uyg'urlarga ko'rsatadigan ta'siri nomli yig'inda so'zga chiqqan Bavariya parlamentidagi Yeshillar partiyasi raisi Margarita Poza xonim o'tirg'i qo'ydi. U yana Bavariya turishliq Xitoy konsulining mazkur yig'inni o'tkazmaslik haqida ogohlantirib xat yozganligini bildirdi. Ma'lum bo'lishicha, Yeshillar partiyasi Xitoyning mazkur ogohlantirishiga pisand qilmay yig'inni o'z vaqtida ochgan. Yig'inning ochilish murosimiga Dunyo Uyg'ur qurultiyi raisi Rabiya Qodir xonim qatnashdi va so'zga chiqib Uyg'urlarning navbatdagi vaziyati haqida tushuncha berdi. Yaqında türmeden chiqqan G'o'ljida adam to'liq sobiq diniy mahbus Qosimjon 3 yil turmada etish jarayonida og'ir kasal bo'lib, o'rnidan qo'polmas bo'lib qolgan. Qosimjonning radiomizga bildirishicha, u muddat tutishib qo'yib berilish oldida hushidan ketib yiqilib qolgandan keyin ondan doktorxonaga olib berilgan. Keyin Qosimjon o'zining tuberkuloz kasali bilan og'riganligini uqqan. Aslida u turmaga kirishdan ilgari tambal yigit edi. Qosimjon 2009 yil 5-iyul vaqasidan keyin tutib ketilgan, lekin Qosimjonning beshiga kelgan kulfatlar bo'la emas. Shu yil uning dadisi Setolda aka va qiynokisi Ibrohimni qo'lga ilinib, uzun muddatli qamoq jazosiga hukm qilingan. Navbatda ular Turpan, Urumchidagi turmalarda jazo muddatini o'tamoqda. Bir ay burun Xitoy saqchilari tarafidan Beijingdan tutib ketilgan Aygul To'xtining 3 yillik qamoq jazosiga hukm qilinganligi ilgari surilmoqda. Aygul To'xti bir ay ilgari Beijingdagi Markaziy intizom tekshirish komiteti oldidan to'plashib, qalaymaqonchilik chiqarish jinoyati bilan ayblanib tutib, Payzavotga ilib ketilgan edi. Aygul To'xti oila tavobatlarining radiomizga bildirishicha, Aygul To'xti tutib ketilib, oradan bir ay o'tganda bir Xitoy saqchisi ularga uning 3 yillik kesilganligini bildirgan. Ammo yana bir saqchi agar 20 ming yuan pul bersa, Aygulni qo'yib beradiganligini aytgan. Hükümname ularning qo'liga yetkazilmagan bo'lg'ashqa Aygul To'xtining zodi kesilmaganligi yoki Xitoy saqchilarining bu Uyg'ur oilasini talon-taroj qilish uchun shundoq o'yinni o'ynab chiqqanligi ma'lum emas. Ba'zi Xitoy o'qituvchi ziyolilari Uyg'ur masalasining kelajagi Tibet masalasiga qaraganda intayin mushkul bo'lishi mumkinligini faraz qilishmoqda. Xitoy o'qituvchi yozuvchi Yujianing ilgari surishicha, Uyg'ur elidagi Xitoy ko'chmanlar masalasi Uyg'urlarning o'z taqdirini o'z belgilashiga aks ta'sir ko'rsatadigan muhim omillarning biriga aylangan. Uning qarashicha, kelgusida yerlik Uyg'urlar bilan bu yerga yiltiz tortib olgan ko'chman xanzular orasidagi kurash intayin keskin bo'lishi mumkin. Beijing Bahori jurnalining muharriri Hoping apandimi yuqorqi ehtimollikni chetga qo'ymadi. O məsələnin aşqıcı asonliq millatlarning o'z rayonidagi asosli millatlik o'rniga kapolatlik qilishdi ekanligini o'tirib qo'ydi. Bu navbat Nyu-Yorkda chaqirilgan Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 67-chi navbatlik yig'inida Xitoy doiralari Sharq Turkiston islom harakatini tilga olgan. Ammo bu vaqtda to'xtalgan mutaxassislar Xitoyni Uyg'ur elidagi kishilik huquq masalasini terrorchilik masalasi bilan aralashtirib o'tmaslikka chaqirdi. Xitoy vakillar o'miga Xitoyning Sharq Turkiston islom harakati tashkiloti va boshqa Sharq Turkiston tashkilotlarining hujumiga uchraganligini ko'rsatib, terrorlikqa dunyo xalqi bilan birlikda qarshi turishga tayyor ekanligini bildirgan. Bu haqda ziyoratimizda qabul qilgan Kagoshima Xalqaro universiteti uchur aloqa fakultetining mudiri professor doktor Nishihara apandi u yerdagi kishilik huquq faoliyati hargiz terrorlik harakatiga yotmaydi. Xalqaro jamiyat Xitoy hukumatini terror bilan kishilik huquq faoliyatlarini farqlantirib muomala qilishga da'vat qiladi dedi. Muhtaram televizor ko'rguvchilar, yuqorida Erkin Asiya Radiosi To'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.